biz mana shu uchburchakni S tomonga cho'zilgan bisektrissiyasini topishimiz kerak, ya'ni LC quyidagicha formulasi. Biz buni isbotlashga harakat qilamiz. Isbot quyidagicha isbot. Xo'sh, buning uchun biz to'liq o'z bisektrissiya massalasini chiqayotgan burchak tengligi bo'ladi. Ya'ni mana bu aslida 2 alfa bo'lgan L, ya'ni bisektrissiya tushishi natijasida burchak 2 ga bo'linadi. Misol uchun 50 gradus bo'lsa 25-25 da. Bizda haqiqiy burchagimiz 2 alfa bo'lgan. Keyin bisektrissiya tushishi natijasi alfaga ajratilgan. Men umumiy uchburchak yuzasini topishga harakat qilyapman. Umumiy uchburchak yuzasi 1/2 A B va ular orasidagi burchak sinus, ya'ni sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa. Endi xo'sh, endi S1 nimaga teng? S1 deganimiz mana bu uchburchak. Ikkita tomon va ular orasidagi burchak 1/2 A L C ko'paytirilgan sinus alfa. S2 nimaga teng? S2 deganimiz mana bu burchak, uchburchak. B L C yon tomondan 1/2 B ko'paytirilgan L C sinus alfa. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, menga 1/2 A B sinus 2 alfa qaytarib beradi. Ya'ni S teng S1 plus S2 ga teng. 1/2 A B sinus 2 alfa teng 1/2 A L C sinus alfa plus 1/2 B L C sinus alfa ga teng. Xo'p, endi biz 1/2 lar qisqartirib yuborsak bo'ladi. Qavsni tashqariga chiqarib, xo'p, men mana bu yerdan A va sinus 2 alfadan sinus 2 alfa degani ikkilangan burchak formulasi sinus 2 alfa degani 2 ta sinus alfa kosinus alfa ga teng. Sinus 2 alfa degani 2 sinus alfa kosinus alfa ga teng. Xo'p, endi A 1 2 oldiga chiqib ketadi sinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfa teng. Xo'sh, biz bu yerdan sinus alfani L C ni tashqariga chiqaramiz. L C ko'paytirilgan sinus alfani tashqariga chiqaradigan bo'lsam, ichkarida qoladi A plus 1. Sinus alfa qisqarib ketadi. Xo'p, bu yerda men L C ni topadigan bo'lsam, L C nimaga teng? 2 A B kosinus alfa taqsim mana bu ko'paytiruvchi mahrajga tushib ketadi A plus 1 bo'ladi. Xo'p, keyin menda kosinus alfa noma'lum bo'lib turibdi. Men kosinus alfani topishim kerak. Buning uchun mana shu uchburchaklardan kecha o'tganimizda kosinuslar teoremasini isbotlagandik. Mana shunda biz kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. Kosinuslar teoremasi quyidagicha. Xo'p, sinning kvadrati teng yon tomonlar kvadratlarining yig'indisi minus 2 o'sha yon tomonlar ko'paytmasi va ular orasidagi burchak kosinus. Bu kosinus 2 alfa. Men mana shu ifodada men kosinus 2 alfani topishim kerak. Kosinus 2 alfa quyidagicha bo'ladi. Hop, bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam A kvadrat plus B kvadrat minus C kvadrat taqsim kosinusga ko'paytirilgan ifodalar hammasi mahrajga tushadi. 2A B shaklida. Men kosinus 2 alfani topdim, lekin bizga kosinus alfa kerak. Kosinus 2 alfa degani trigonometriyadan ikkilangan burchak formulasi. Kosinus 2 alfa degani ikkita, ya'ni kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Bizga sinus alfa kerak emas, shuning uchun kosinus alfani faqat sinus kosinus alfadan foydalanamiz. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa deganimiz 1 minus kosinus kvadrat alfa. Ya'ni o'z-o'zidan kelib chiqadi. Kosinus 2 alfa degani ikkita kosinus kvadrat alfa minus 1. Xo'p, kosinus alfani topadigan bo'lsam, kosinus alfa 1 bu yoqqa o'tadi. 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2 dan ildiz chiqarganiga teng. Mana bu ifoda kosinus alfani kosinus 2 alfa orqali bog'langan formulasi. Menda kosinus 2 alfa bor, olib qo'yaman. Ya'ni kosinus alfa barobar 1 plus kosinus 2 alfa degani A kvadrat plus B kvadrat minus C kvadrat taqsim 2AB mahrajda ham 2 bo'ladi. Teng. Xo'p, umumiy mahraj beradigan bo'lsak, quyidagicha holat yuz beradi. A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat minus C kvadrat taqsim 2AB mahrajga tushadigan bo'lsa 4 ta AB bo'ladi. Teng. Mana bu ifoda A plus B ning kvadrati. Kvadrati minus C kvadrat taqsim 4AB. Va ildiz olingan. Biz soddalashtirib oldik, kosinus alfa shunga tengligi. Men endi
olib qo'yaman. LC barobar LC degani nima degani? S tomonga tushirilayotgan bisektor esa. LB bo'lsa B tomonga tushirilayotgan bisektor esa degani. 2AB ko'paytirilgan kosin safar mana shuni yozamiz. A plus birdaniga kvadratlar ayirmasini yozib ketaman. A plus B minus C. A plus B plus C taqsim 4AB. Mana kosin safarni yozib oldim. Teng. Mahrajda A plus B joyida turibdi. A plus B teng. Endi nima qilamiz? Xo'sh, mana buni 4 dan 2 chiqib, mana 2 bilan 2 chiqarib ketadi. Men A ni ichkariga kirgizadigan bo'lsam nima bo'ladi? Ildiz ostidan ildiz chiqadi, ildiz ostiga kiritmoqchi bo'lsam, kvadrat tutib kirgizaman. A ichkariga A kvadrat bo'lib kiradi, B ichkariga B kvadrat bo'lib kiradi. Ko'paytirilgan A plus B minus C. Men mana shu formulani yarim perimetrga bog'lashim kerak. A plus B minus C degani A plus B plus C taqsim 2 minus C. Va 2 ni ham oldiga ko'paytirib qo'yaman. Mana shu ifoda menga mana shu qaytarib beradi. Ko'paytirilgan 2 tashqarida A plus B plus C taqsim 2 minus xo'sh yozilmaydi, faqat 2 ni o'zi, chunki A plus B plus C joyida. Faqat 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganida hech qanday qiymat o'zgarmaydi. Taqsim ildiz mahrajda A plus B teng. Teng. Xo'p, bu yerda A kvadrat B kvadrat. Xo'sh, mana bu yerda mahrajda ildiz mahrajda A ham bor. A ko'paytirilgan B. To'liq ildiz ostida. Endi bu yerdan A kvadratini A qisadi, B kvadratini B bittasi qisadi. Ichkarida qoladi. A ko'paytirilgan B. Ko'paytirilgan. Xo'p, 2 ta 2 bor, ko'paytmasi 4 bo'ladi. 4 dan 2 tashqariga chiqib ketadi. Xo'sh, 2 tashqariga chiqib ketgandan so'ng ichkarida nima qoladi? Mana bu ifoda P minus C ga teng. P minus C ko'paytirilgan. Mana bu esa ana o'ziga, ya'ni yarim perimetr. Taqsim A plus B teng. Xo'sh, endi taxlab olamiz. 2 taqsim A plus B ko'paytirilgan ildiz ostida A B ko'paytirilgan yarim perimetr ko'paytirilgan P minus C. Mana shu formula isbotlanadi.